muhaddis olimlardan Alloh rozi bo'lsin. Ana shu muhaddis olimlardan biri Madina Munavvaradan Basraga keldi. Bir odam bor ekan, payg'ambarimizdan bir hadisni bilar ekan. Tuyodamida o'sha minglagan kilometrda bosib bordi sahroda. Haligi odamni topib so'rab surishtirib, qarasa, haligi odam etagini shunday qilib, xuddi bir narsa solgandek qilib, tuyasini nima, otini nima chaqiryapti, mah deb. Hali etagini ko'targanini ko'rib, tuya yoki ot bir narsa bor deb keladi-da. Haligi odamni qilayotgan fe'lini ko'rib, bu odam yolg'onchi ekan deb orqasiga qarab hadisni eshitmasdan ketaverdi. Shunday qilib bizga hadisni yig'ib bergan muhaddis olimlarimiz shu darajada elashgan. Hayvonga yolg'on muomala qilayotgan odamni yolg'onchi degan. Endi odamlarga yolg'on gapirayotganlarda nima deyish kerak? Bu muhaddis birodarlar narigi mahalladan chiqmagan edi. Uzoq masofadan kelgan edi. Sahroni bosib kelgan edi. Hayvonni oldayotgan odamni ko'rib turib, bu odamni yolg'onchi deb ketyapti. Rostgo'y insonning qadr-qiymati birodarlar pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Ko'pchiligimiz ehtimol xabardor bo'lgan qissa Rabboniy olimlardan bo'lgan Abdul Qodir Jiloniy rahmatullohi alayh. U kishi rozgo'ylik haqida bir qissani rivoyat qilib beradi o'zi haqida, juda ham bir ajib. U kishi aytadi: "Esimni tanibmanki, ishimni rozgo'ylikka qurgan edim. Bag'doddan Makkaga ilm talabida chiqdim. Onam menga nafaqam uchun, sarf-xarajatim uchun 40 dinor pul berdi. So'ngra hech qachon yolg'on gapirmayman deb va'da berdim. Onam shu va'dani mendan oldi.